Assalomu alaykum. Qadrdon obunachilar. Xudo shukr YouTube kanalini kuzatuvchilari. Do'stlar, Xudo xohlasa, bugun 2025-yil 7-dekabr sanasi. O'zimiz qishloqimizda faoliyat yuritayotgan Qo'riqtomda Rustam Qassob, Xudo xohlasa shu ekranda ko'rib turgan o'zimiz jaydarib boqilgan do'konni so'yar ekan, Xudo xohlasa. Shu haqida sizlarni boxabar qilmoqchimiz, qadrdonlar. Görüp turganlarınız deyin. Bu yaxshi gözleymesin. Falan zor bakılgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Baqqana rahmat buni. Qadrdonlar adresiga keladigan bo'lsak, Yangari tuman Qo'riqtom madaniyat markazini yonboshi bo'ladi bu. Akbar Qassobni qassobxonasining ro'parasida. Bu ko'p tarmoqli do'kon desak ham bo'ladi. Go'sht va undan tashqari boshqa mahsulotlar ham satıladi bu magazinda do'stlar. Girib ichkariga Xudo xohlasa navla tayyorlanadi. Navla boshli haqida ustamamiz bilan gaplashib batafsil ma'lumot berib o'tamiz qadrdonlar. Assalomu alaykum Rustama, omonmisiz? Yaxshimisiz arkadaşlar? Obunachilar bilan bemalol salomlashishingiz mumkin. Assalomu alaykum arkadaşlar, obunachilari. Hammangizga salom. Yaxshimisiz? Qani endi Rustambek aka o'zingizni Xudo xohlasa zo'rinan baylabsiz, nasib qilsa. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi nechik yangilik qilyapsiz? Yangi yil eldi xalqimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun. Navlat yangiliklar qildingiz, shular haqida batafsil tushuntirsangiz. Arkadaşlar, xolodis, svejiz o'tilgan, hasib, qarin pres, go'sht pres, yog'lar, ina go'shtlar, steak varianti dema, neridan desa ina go'shtni atka yeridan, qarin tuyoqdan keyin tozalangan, eritilgan yog'lar. Hammasidan bor. Go'shtni narxini ham sindiraman arkadaşlar. Go'shtni narxini sindiraman uchun o'zingizni o'zim yetishtirib o'tirib, ma'zi bu o'zingizni qo'yib oldim shundan. Yo'labdan. Lekin o'zim o'zimlarning boshima qo'ygansa, bayramlarga narxini sindiraman. Xalq uchun bakodim, xalqqa 5 so'm 10 so'm qaytib beraman shuni. Necha so'm bo'ladi shunda? 15-40 kilolik qadaqay baladan bo'lsa 15 atib beraman. 115 ming so'mdan. Atib beraman. Hali kilogrammi, to'g'rimi? Krupni oladigan to'ychilar uchun qadaqay mashata dollar uchun. 30 kilolarni mesela kichik qadaqaylar mal so'ymaydi-ku o'zi. Uni qo'yaman so'yda. Bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin. Bo'lsa xalqqa olsin jo'ra. Kolada 22 tuttu jo'ra. Uni so'yib shu bayramlarda shu o'zim bakodim, o'zi zarar ko'racak yerim yo'q. Uni men uchun yosh vaqtini olib bakib tutdi. Xudo xolasa nasib etsa men undan zarar ko'rmayman. Bo'lsa bo'lsin, xalqqa olsin. Xalq shuni mazali go'shtni yesin olib. Yana hurmatli kuzatuvchilar, o'zini og'zidan tamomı eshitib turibsizlar, nasib qilsa yangi yil eldi. Aksiyani zo'rini qilyaptilar. Bu qarin presingiz, go'sht presingiz, hasib, bu xolodis haqqında kilogramm necha so'mdan buni bu yangilik bo'lib shular haqqında 65 ming so'mdan. Xolodis. Hasibdan 65 ming so'm qo'ydim. Bir xil narx. 160 ming so'm qo'ydim. Qarin pres. Go'sht pres 170 ming so'm. Bemalol do'stlar, ko'rib turganlaringizni. Yeb ko'rib, ta'mini ko'rib, yaxsa ko'rni yaxsa olaveradi. Ta'mini yeb ko'radidan shu yaxsa sveji tutib. Xudo shukr, men bir molni qarin to'yaqni tozalab olib borib berib, o'zim o'tirtirman, lekin men bir danaga ma ko'p o'tib berma dedim. Men sveji o'tib ber dedim. Birgan kuyundan sveji xalqni o'sha ertaga yeganda ham gap topmasin, vaqt ham o'tmasin, shu sveji yesin. Dim yaxshi. Az kam xo'ram, hamisha xo'ram dedi. Tez azdan sveji Xudo xohlasa aytib turganlarimning yetishtirib beradilar. Kelaverasizlar bemalol do'stlar, qadrdonlar, yangilik bo'pti bu. Xudo xohlasa. Hurmatli kuzatuvchilar, bundan tashqari ham yana ko'p tarmoqda deb men bejiz aytmadim. Meva masallar ham, almalar ham o'zlari yetishtiradilar, o'zlarini bog'inda yetishtirilgan almalar. Xudo xohlasa, bundan tashqari hamma narsa oziq-ovqat mahsulotlari deysizmi? Oila uchun, ro'zg'or uchun kundalik kerak bo'lgan hamma narsa bor Rustam magazinida. Do'stlar, bemalol kelaverasizlar. Xudo xohlasa, nasib qilsa videomiz shu o'rinda biz yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bir like bosing. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang qadrdonlar. Xudo xohlasa, aksiyani zo'rlari yangi yil eldi bayramga bayramona tuhfa deydi. Xalqimiz uchun boshlandi do'stlar.